Nega aynan klientlar boshqa chinni do'konlarni emas, chinnilar dunyosini tanlaydilar? Bizlar har doim klientlarimizga narsalarimizni ikki xil sifatini ko'rsatib, ikki xil sifatni tavsiya beramiz. Klientlarimiz o'zlariga mosini tanlab oladilar. Ko'rishingiz mumkin, bir xil modelga ega bo'lgan, lekin sifati ikki xil bo'lgan chinni naborimiz. Farqlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu birinchi modelimiz original tilla zarlik bo'ladi. Sifatiga alohida e'tibor bering. Chinnilari oppoq, sifati yaxshi original modelimiz bo'ladi. Hozirda xuddi shuni ikkinchi varianti ham chiqqan. Mana bu ikkinchi varianti. Buni ham bitta o'zini ko'rsangiz, undan farqlash juda qiyin. Bu ham chinnilari yaxshi, sifati tilla zarlik bo'ladi. Yana yetmaganiday, buni 3-modeli ham chiqqan. Bunisi o'zi bilinadi. Mana bu 3-modeli, bu titan zarli bo'ladi. Biz har doim klientlarimizga sifatini ko'rsatib, aytib beramiz. Shu uchun chetdan turib ham, uzoq yerda bo'lib ham bizga ishonib bizni tanlaydilar. Tanlovda adashmang, kommentariyada chinnilar dunyosi haqida o'z fikringizni qoldirib keting. Har doim sizga chinnilar dunyosi eng yaxshisini tavsiya beradi.